Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysiz? Tuzimsa charchayapsizlarmi? Sizlarni bu videomda ko'rtirganimdan bahoyatda xursandman. Bugun sizlar bilan ko'pchilik kutgan, juda ham ko'pchilik kutdi to'g'risi, videolarni 4K sifatga qilishni o'rganamiz. Ya'ni kачествосini ko'tarishni o'rganamiz. Kачествосini juda ham ko'p editorlar aynan shu narsadan foydalanadi va men bugun sizlarga shu narsaning sirini ochaman. Balkim juda ham ko'pchilik balkim bilmas. Nima bo'lgan taqdirda ham videoni oxirigacha ko'ring. Albatta kanalimizni, yangi ochilgan kanalimiz qo'llab-quvvatlash uchun sizdan bir donagan like, kommentariy va albatta bizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying, chunki bundan keyingi qo'yiladigan videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Xo'p, yaqinlab cho'zib o'tiringlar. Birpas shunday ko'rsataman, qarab turinglar. O'tgan video cho'zilib ketib qoldi ozgina. Xo'p, nima qilamiz buning uchun? App Store ga kiramiz va bu yerdan Wink programmasini o'rnatamiz. Mana Wink. Mana Wink. Mana. Xuddi mana shu programmani o'rnatamiz. Hozir men yangilashim kerak ekan. Nu mayli, keyingi qanaqa qoldiramiz. Yangilab ham qo'yib qo'ysa mana. Xo'p, shu programmani tortamiz o'rtoqlar. Mana ko'p tushinglar mumkin. Mana bu yerda o'zingizga ko'rsatib ham qo'ygan. Video kачествосini ko'tarish haqida. Mana bunaqa narsalar qilsanglar ham bo'ladi, multfilmiyasi. Mana bu yerda videoni Ultra HD quality deb qo'ygan. Ochamiz, open qilamiz o'rtoqlar. Open qilganimizdan keyin разрешение stavka qilamiz. Bunaqa narsa chiqadi. Bu yerda mana X ta bosamiz, chunki pulli ba'zi narsalar biz X ta bossak bo'ldi, men foydalansak bo'ladi tekinga. Buni nima qilamiz? Ham HD quality ni bosamiz. Ultra HD yoki HD bor. Xohlagan bittamizni tanlaymiz. Menga Ultra HD qulayroq. Try node bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan videoni tanlaymiz va dalini bosamiz. Masalan, start mana. To'xtanglar, videoni shu joygacha ko'ribsizlar, demak sizlarga video foydali bo'lyapti. Albatta keyingi videomiz, darsligimiz nima haqida bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar va videoni ko'rishda davom etinglar. Startni bosganimizdan so'ng o'rtoqlar, mana bunaqa загрузка bo'ladi. Загрузкасini albatta oxirigacha kutish kerak. Men hozir videodan kesib tashlayman, lekin bu birdan 100 gacha загрузка bo'ladi. Mana вот загрузка bo'ldi. Mana o'rtoqlar, endi qaranglar, endi mana hoslar va kачествосini ko'ramiz, qancha o'zgarganini. Mana qaranglar, yaqinlashtiraman. Bu oldingi holati, bu hozirgi holati mana. Before after mana. Yaxshi e'tibor beringlar mana. Qarab turinglar mana. Bu hozirgi holati, kачество berilgani, bu esa berilmagani mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana o'rtoqlar, juda foydali programma bu. Men o'zim juda ko'p ishlataman. Mana. Qarab turinglar. Mana. Ko'rdinglarmi o'zgarishni o'rtoqlar? Foydalansanglar bo'ladi albatta. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'ying o'rtoqlar.